O'zbekistonda islom sivilizatsiyasi markazini tashkil topishi katta ham siyosiy, ham madaniy, ham ma'naviy voqea hisoblanadi. Mana shu voqelikni amalga oshishi katta mehnat talab qiladi. Bunda birinchi o'rinda albatta asosiy ilm fan bilan shug'ullanadigan olimlarni yordami juda katta ko'p kerak bo'ladi. Olimlar turli sohalardagi olimlar ishtirok etishyapti. Shaxsan men Amir Temur va Temuriylar davri bilan shug'ullanaman va shu davr ikkinchi Renessans, Temuriylar davri Renessansidagi materiallarim bilan qatnashib turibman. Bitta eng muhim mavzu albattaki bu yerda Amir Temur hisoblanadi. Amir Temurga bag'ishlangan loyihani rahbariman. Shu loyihada asosiy voqealar tabiiyki Sobiqron Amir Temur tug'ilishidan boshlanadi. Sobiqron Amir Temur tug'ilishining o'zi bu ham koinotda ham yerda bir buyuk voqelik sifatida o'sha paytda astronomlar tomonidan aniqlangan va o'sha o'zini davrini kitoblarida, tarixiy manbalarda yozib qoldirganki, Sobiqron Amir Temur demak bir ulug' bir soatda, ulug' bir paytda dunyoga kelganlar. Ana shunday bu yerda ham quyosh sistemasidagi sayyoralarning joylashuvi ham yerdagi voqeliklar bir-biriga mos kelishi kerak bo'lganda, ana shu mos kelish Sobiqron Amir Temur tug'ilishiga to'g'ri kelib qolgan. Va bunday shu paytga mos kelib tavallud topgan farzand tarixda, jahonda buyuk shaxs bo'ladi deb tarixchilar buni yozib ketishgan o'sha paytda. Mana shunday ma'lumotlar bilan hozirgi o'sha loyiha boshlanadi. Loyihada albatta bu media loyiha. Unda o'sha butun quyosh sistemasi ko'rsatiladi va u yerda sayyoralar joylashuvi da ayniqsa o'sha mushtariy, ya'ni Yupiter bilan Zuhro yulduzi Venerani joylashuviga asosiy e'tibor qaratilgan. Sobiqron Amir Temur tug'ilish payti shu ikkita katta sayyorani yaqinlashuvi bilan bog'liq. Mana shunday muhim bir ma'lumotlar o'rin olgan va albatta undan keyin endi Sobiqron Amir Temur Movaroun nahrida mustaqillik uchun kurash olib borgani, mustaqil davlat yaratgani, bu davlatni noldan deymiz boshlab turib rivojlantirib borgani va buyuk katta imperiyaga aylantirgani voqealari o'sha davr tarixiy asarlari asosida yoritib berganligi haqida ma'lumotlar shu birinchi media loyihadan o'rin olgan. O'ylaymanki, bu birinchi media loyihadagi materiallar orqali juda ko'p sivilizatsiya markaziga tashrif buyurganlar o'zlariga zarur ma'lumotlar oladilar.